Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 3 kubok rubl yig'ishni o'rganamiz. Agarda buni yig'ib olsanglar, sizlar albatta to'rga to'rda bemalol yig'asizlar va bu bir-biriga bog'liq. Masalan, bu yerda 5 ga 5 bor va 6 ga 6 va 7 ga 7 bor. Har bittasini yig'ishni ko'rsataman. Qani bo'lmasam ketdik. Dadam. Har bittasini yig'ishni ko'rsataman sizlarga. Hali bo'lmasa qani videoga ketdik. Xo'sh, keling, endi sizlar bilan 3 ga 3 kubok rubl yig'ishni boshlaymiz. Undan oldin aytib o'tishim kerak. Qancha ko'p formula bilsanglar, shuncha tez yig'asizlar. Qani bo'lmasam ketdik. Bu 3 ga 3 da eng qizig'i shundaki, yaxshi tarafi, bunda o'rta tarafi bor, markazi bor, ya'ni bu yerda qizil, oq, qizil, yashil, sabzirang, ko'k, sariq ko'rishingiz mumkin. Bu aylanib ketmaydi, qancha aylantirsangiz ham qochib ketmaydi. Shu tarafi zo'r va birinchi qiladigan ishimiz bu xohlagan ranglarni pelushga yig'ib olishingiz kerak bo'ladi. Pelushcha qilib. Men ko'pincha oqdan boshlayman. Bugun ham oqdan boshlamoqchiman yig'ishni. Xo'sh, biz birinchi qiladigan ishimiz oqni pelushga yig'ib olishimiz va yig'ish e'tiborli bo'lishimiz kerak, chunki bu yerda ranglar bor. Ranglar to'g'ri tushishi kerak. Mana yerda qizil turgandan keyin, markaz qizil bo'lgandan keyin, bu yerda qizil va oq bo'lishi kerak. Ikkita markaz bir xil bo'lishi kerak ranglari. Qizil, oq yoki bu yerda yashil, oq bo'lishi kerak. Bu yerda sabzirang oq bo'lishi kerak. Mana bu yerda shu ranglarni qidiramiz. Yashil, oq bor ekan. Bizda yashil, oqni aylantiramiz. Mana markaz yashil, bu yerda yashil, bu yerda oq aylantirsak. Mana bu to'g'ri hisoblanadi. Agarda teskari bo'lsa, ahamiyat bermaysizlar. Buni formulasi bor, aylantirib olishda. Buni keyin ko'rsataman. Bizda kelib qoldi qizil bilan oq. Mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, buni pastga tushirsanglar, o'ng tomon pastga tushirib, aylantirib olsanglar bo'ladi va buni joyiga qaytarib qo'yasizlar. Voy, qaytarib qo'ygandan keyin qizilimiz qayerga qochib ketdi? Mana qizilimiz, oq qizil qidiramiz. Mana markaz qizil, buni ham aylantiramiz. Xo'sh, bizda bor qizil, oq, yashil, oq. Ana endi bizga ko'k bilan sabzirang kerak, ikkisi. Mana sabzirang bu tomonda ekan, aylantiramiz yana. Buni aylantirsak, bir taraf qoldi, ko'k bilan oq qoldi. Xo'sh, bu taraf qayerda ekan endi? Mana bu tomonda ekan. Mana o'sha gap. O'ng tomon pastga tushiramiz, aylantirib qochirib olamiz va boshqa rangni ko'taramiz. Endi ko'k bilan oqimizni aylantirib olib kelib olamiz o'sha joyga va ko'tarib qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda pelus bo'lmadi. Bu tushdi, lekin hamma tarafi to'g'ri tushdi, markazlari, ranglarni. Buni aylantirish formulasi quyidagicha. Aylantirmoqchi bo'lgan tarafinglarni o'ng tarafga ushlab olasizlar, o'ng tarafga. Keyin o'ng tomon tepaga o'rta aylanadi, o'ng tomon tepaga o'rta aylanadi. Shu holatda o'rtani 4 marta aylantirish kerak bo'ladi. Hozir shunday qilib boshlaymiz. O'ng tomon tepaga o'rta birinchi marta aylandi. O'ng tomon tepaga, o'rta deganda men aytyapman. Mana bunaqa aylanish kerak. Menda qattiq bo'lgani uchun. Va yana o'ng tomon tepaga, o'rta 3-marta. Voy. O'rta tepaga, va yana o'ng tomon tepaga, o'rta 4-marta aylandi. Va yana mana bu yig'ishimiz kerak bo'lgan narsani o'ng tomon suramiz. Va o'ng tomon tepaga o'rta aylanadi. Birinchi marta aylandi. O'ng tomon tepaga o'rta ikkinchi marta aylandi. O'ng tomon tepaga o'rta 3-marta aylandi. O'ng tomon tepaga o'rta 4-marta aylandi. Xo'sh. Biz to'g'rilab olamiz. Mana bu to'g'riladik. Mana pelushcha yig'ildi, ko'rishingiz mumkin. Mana bu ahamiyat bermaymiz. Mana buga, ikkoviga. Qizig'i bizga pelushcha bo'ldi. Ranglari to'g'ri tushdi. Mana hamma joyi to'g'ri tushdi. Ana endi biza mana endi 4 ta tarafni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Qaraydigan bo'lsanglar, mana bu rang to'g'ri tushmagan. Ko'k, sabzirang, oq. Bu yerda sabzirang, yashil, oq. Bu joyi emas. Bu yerda hozir yashil bo'lish kerak edi, sabzirang, oq bo'lish kerak edi. Bu noto'g'ri. Xo'sh, bu yerda ham to'g'ri tushmabdi. Bizda hozir mana buni olib kelamiz. Birinchi osonroq variant ekan. Oq, yashil, qizil. Bizda bu hozir aylantirib olib kelsak, mana shu yerga tushish kerak ekan. Yo'q. Mana bu yerga tushish kerak ekan.
Xo'sh, bu yerda yashil, qizil, oq. Mana yashil, qizil, oq. Aylantirib olib kelib olinglar ana yerga. Mana bu yerga buni bu yerga qo'yish kerak. Buni olib chiqib tashlash kerak. Mana buni olib chiqib tashlash kerak. Kerak emas. Buni bu yerga qo'yish kerak. Buni qo'yish uchun yoniga olib kelib yuborasizlar. Agar o'rnida turgan bo'lsa, yoniga olib kelib yuborasizlar. O'ng tomon pastga tushirsangiz va pastni chapga bursanglar, o'zi kelib oladi va tepaga ko'tarsanglar, tadam tushdi. Ana endi 3 ta burchak qoldi. Oq, yashil, sabzrang, oq, yashil, sabzrang. Ya'ni xuddi mana shu yerga tushishi kerak ekan. Ko'rishingiz mumkin o'zi. Buni tushirish qiyin emas. Masalan, buni chekkaga olib tursanglar, qochirib tursanglar, yashirib, buni pastga tushirib, va bo'ynagini olib kelib olsanglar, yashirgan ranglarni va ko'tarib olsanglar, mana bu tushdi. Ana endi oq, ko'k, sabzrang, oq, ko'k, sabzrang. Mana bu yoniga olib kelib yuborasizlar. Mana bunaqa bo'lib qoldi. Endi o'ng tomonga qarab turgan bo'lsa, ushlab, mana bu o'ng tomonni pastga tushirasizlar va qochib ketgan tarafni pastini chapga burib, tepaga ko'tarsanglar, bu ham tushadi. Xo'sh. Bitta tarafimiz qoldi. Oq, ko'k, qizil, oq, ko'k, qizil. To'g'ri. Ya'ni bu pastga qarab turgan bo'lsa, agarda mana buni pastga qarab turgan bo'lsa, o'ng tarafni pastga tushiramiz va o'ng pastini chapga buramiz. Yana bir marta chapga buramiz va o'ng tarafni tepaga ko'taramiz. Ana endi bu pastga qaragan emas, bizga qarab turibdi. Ana endi o'ng taraf pastdagi oqni o'ng tarafga suramiz va o'ng tarafni pastga tushiramiz. Pastini chapga buramiz va ko'tarsak, ko'rishingiz mumkin, tushdi. Va hamma oqlarni yig'ib oldik. Hammasini to'g'ri qilib yig'ib oldik. Sizda T shakl bo'ladi, manga o'xshab, anaqa T har tarafda T shakl bo'ladi. Undan keyin qilishimiz kerak bo'ladigan ish bu chekkalarni yig'ib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu chekkalarini, ya'ni qirralarini yig'ib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni yig'ish uchun pastga qarab foydalanamiz. Xo'sh. Mana bu rangni to'g'ri olib kelishimiz kerak bo'ladi. Masalan, aylantirsak, bizda ko'k bormikan? Ko'k yo'q ekan. Yashil bor ekan. Yashilimiz qani? Mana yashil. Yashilni olib kelsak, ko'rishingiz mumkin. Mana yashil to'g'ri tushdi. Yo'q, bizda sariq pastda bo'lgani uchun bu sariq olib kela olmaymiz. Buni bir yerga qo'yib qo'ysak, to'g'ri kelmaydi. Boshqa rang qidirib ko'ramiz. Mana sariq pastda, shuncha sariq qatnashmagan rangda ishlatyapman. Xo'sh. Sabzrang, yashil, sabzrang qidiraman. Sabzrang bor ekan va yashil bu tarafda. Buni mana yerga tushiraman hozir. Buni tushirish formulasi quyidagicha. Tushirmoqchi bo'lgan tarafingizga qarama-qarshi olib qo'yasizlar. Past chapga, o'ng tomon pastga, past o'ngga va frontal yana o'ng tomon tepaga va bu yerda yana bu yerga tushish kerak va o'ng tomon past o'ngga, frontal pastga, chap tomon frontal pastga va past chapga va frontal tepaga. Mana bu tarafa tushdi. Va biz keyin tarafini yig'ishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz qarasak, nima bor ekan bizda? Ko'rishingiz mumkin, qiziq bo'lib qolibdi. Ya'ni mana bu anaqa bo'lishi kerak ekan. Buni formulasi bor, lekin bu chalkash bo'lgani uchun o'rgatmoqchi emasman. Xo'sh, buni chiqarib olamiz hozir o'sha formulani qilib. O'ng tomon pastga, past o'ngga, o'ng tomon tepaga, past o'ngga, chap tomon frontal pastga, past chapga va chap tepaga. Mana bu rangni chiqarib oldim hozir tashqariga. O'sha rang mana bu yerda. Hozir bir xil rang olib kelib olamiz. Mana qizil tushdi. Endi mana bu rangimizni to'g'ri tushgandan keyin mana bu olib kelishimiz kerak bo'ladi. Buni mana bu yerga mana bunaqa turadi hozir bu. Mana bunaqa turadi. Olib kelish uchun qarama-qarshi tarafga olib qochamiz. Ya'ni past chapga,
o'ng tomon frontal pastga, o'ng tomon pastga va past o'ngga va o'ng tomon tepaga va mana bu tushish kerak. Past o'ngga, chap tomon pastga, o'ng tomon past chapga va chap tomon tepaga. Bu tomon ham tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, ana endi bizga mana bu rangimiz bilan mana bu rangimiz almashib qolibdi. Buni ham chiqarib olamiz bo'ynagidek. Pastga, o'ngga, past o'ngga, chap tomon pastga, past chapga, chap tomon tepaga. Ana endi chiqarib olgan rangimizni qidiramiz. Mana buni chiqarib oldik. Mana to'g'ri turibdi ekan. Frontal va to'g'ri turishi kerak va bu mana bu yerga tushishi kerak ekan. Mana bu yerga. Teskari olib qochamiz yana. Bu past tomon chapga, o'ng tomon pastga, past o'ngga, o'ng tomon tepaga va mana bu pasti o'ngga, chap tomon pastga, o'ng tomon past chapga va chap tepaga. Ko'rishingiz mumkin. Menimcha ham bitta tarafi qoldi. Mana bu tarafi qoldi. Ko'k bilan sabzi rang. Ko'k bilan sabzi rang to'g'ri turibdi ekan. Va buni mana bu qo'yish kerak. Mana buni mana bu qo'yish kerak. Bu qo'yish uchun qarama-qarshi tarafga olib qochamiz. Agar birga qo'yish kerak bo'lganda, buni birga qo'yish kerak bo'lganda, bu yerga olib qochadilar. Qarama-qarshi olib qochadilar. Shuning uchun hozir buni o'ngga qo'yish kerak bo'lgani uchun chapga olib qochamiz. Past chapga, o'ng tomon pastga, ya'ni past o'ngga, o'ng tomon tepaga va past o'ngga, chap tomon pastga, o'ng tomon past chapga va chap tomon tepaga. Ko'rishingiz mumkin, hamma taraf yig'ildi. Mana bu taraflari yig'ildi. Ana endi unaqa yig'ib bo'lgandan so'ng teskari qo'rsanglar, bu yerdan ham peresk yig'ish kerak bo'ladi. Endi qiladigan ish bu yerda peresk qilish kerak. Mana buni buzib olmagan holda peresk qilish kerak. Va bunaqa e'tiborli bo'lish kerak. Ranglar to'g'ri tushishi kerak. Mana bunaqa joylar to'g'ri tushishi kerak. Mana bu qizil to'g'ri tushibdi. Mana bu yashil ham to'g'ri tushibdi. Buni ahamiyati yo'q. Buni formasi bor aytgandek. Yana ko'rsataman hozir. Hozir bizda bu sabzi rang bu yerda turishi kerak, ko'k bu tomon turishi kerak. Endi joyi almashib qolgan. Buni aylantirish formasi quyidagicha. Almashtirmoqchi bo'lgan tarafda bir tarafi o'zimizga, bir tarafi chap tarafga qarab turadi. Va ushbu formani qilamiz. Tepa chapga, frontal o'ngga, o'ng taraf tepaga, tepa chapga, o'ng taraf pastga, tepa tomon o'ngga va frontal chapga bo'ladigan bo'lsa, mana bu ko'k tushdi, sabzi rang ham tushdi. Buni rangning ahamiyati yo'q. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, unaqa bo'lsa farqi yo'q, lekin bu to'g'ri turibdi. Va boshqa tomonda qaraymiz. Bu tarafi ham qizil, yashil. Bu yerga almashish kerak ekan joyi. Almashtirish uchun xo'sh, biz ushbu formani qilamiz. O'zimizga qarab turgan bo'lishi kerak bir tarafi va bir tarafi chapga qarab turishi kerak. Almashtirmoqchi bo'lgan tarafinglar shunday qilib tepa chapga, frontal o'ngga, o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga va tepa o'ngga, frontal chapga. Xo'sh, ana endi yashil, qizil, ko'k, sabzi rang hammasi tushibdi. Takror qilamiz, sizlarga shunaqa holat kelib qoldi. Ya'ni bu tarafni bu yerga aylantirish kerak va bu tarafni teskari aylantirish kerak. Mana bu taraflari to'g'ri ekan. Bunaqa holatda o'sha birinchi boshida aytib o'tgan formani yana qilamiz. Ya'ni o'ng tomon aylanadi va o'rta 4 marta aylanadi. 4 martagacha aylantirish kerak. Va shu formani qilamiz. Ya noto'g'ri turgan taraf o'ng tarafda bo'lishi kerak har doim. Qani bo'lmasam ketdik. O'ng tomon tepaga, o'rta aylanadi
Birinchisi bu. O'ng tomon o'ngga aylanadi. Va o'ng tomon tepaga, o'rta aylanadi o'ngga. O'ng tomon tepaga, o'rta 3-marta aylanadi. O'ng tomon tepaga, o'rta 4-marta aylanadi. Va presib qolgan, ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafda, bu tarafda aylantirishimiz kerak edi bo'yni, ya'ni sariqni. O'sha tarafga yana olib kelamiz o'ng tarafga va o'ng tarafda yana tepaga, o'rtani birinchi marta tepaga, o'rtani aylantiramiz va yana tepaga, o'rtani aylantiramiz. Uchinchisi, o'rtani aylantiramiz va bu to'rtinchisi va qarasak o'sha yashil va qizil tarafni tushgan bo'ladi, aylangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu bo'lish mumkin bo'lgan holat. Endi qilishimiz kerak bo'ladigan narsa, mana bu to'rt tarafini yig'ish. Buni yig'ish juda ham oson. Mana bu taraf to'g'ri chiqib turibdi ekan, ko'rishingiz mumkin. Sariq, qizil, yashil. Buni umuman ahamiyati yo'q, qanaqa turishi. Faqat yig'ilgan taraf chap tarafga olib qo'ysanglar, qochib ketmaydi. Xo'sh, mana bu noto'g'ri turibdi. Qo'yganlar noto'g'ri. Va bitta formani qayta qilamiz. Qachonki o'sha burchaklari to'g'ri bo'lmaguncha, mana bunaqa holatga kelmaguncha, to'g'ri bo'lmaguncha, o'sha forma quyidagicha o'ng tomon tepaga, tepa o'ngga, chap tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga va tepa o'ngga, chap tomon pastga va tepa chapga. Bu taraf o'z to'g'ri edi. Endi qarab chiqamiz. Mana bu taraf ham tushibdi. Sariq, yashil, sabzi rang hammasi tushibdi. Bu tarafi esa sabzi rang, ko'k, sariq, bu tarafi qizil, hammasi tushibdi, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda oxirgi formamizni qilamiz va kubikimizni yig'ib olamiz. Xo'sh, bu tarafda noto'g'ri taraf, noto'g'ri rang va o'ng tomonda tepasida bo'lishi kerak. Menda hozir ahamiyati yo'q, qayerdan boshlashimda. Hamma tarafi noto'g'ri. Noto'g'ri rang, ya'ni va qoida quyidagicha. Qoida chapga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga, ya'ni pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Ushbu formulani to'g'ri kelguncha qilamiz. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Yana bir marta pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Bir tarafi tushdi. Endi aylantiramiz keyingi tarafga tushish uchun. Yana shu formula. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Yana bir taraf tushdi. Keyingi tarafga olib kelamiz. Bu tomonda ishlaymiz. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Yana bir taraf qoldi. Buni aylantiramiz. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga va o'ngga. Yana bir marta pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Qarabsizlarki, kubik tayyor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va keyingi videoda turga turni yasashni ham o'rgataman va keyingi videoda ko'rishguncha